Assalomu alaykum. Bugun texnologiya darsimiz 3-bir sinfda. Men texnologiyadan uyda vazifa mushukcha yasash beruvdim. Mushukchani hammasi qilib ketdi. Bitta mana Elshad degani qog'oz yasab ketdi. Hayronman. Qolgan hammasi mushukcha yasab kelgan. Bugungi darsimiz endi tarvuzli yelpig'ich yasash. Tarvuzli yelpig'ichni men birinchi ko'rsatib berishni boshladim o'quvchilarga. Mana shunday qilib boshlanadi. Menda qizil rang yo'q bo'lgani uchun to'q sariqni olib ishlatdim. O'quvchilarim menga qo'shilib yasashni boshladi. Yasab o'tirganimizda bir Elshad degan o'quvchim qo'shiq kuylar varsa bo'ladimi? Qo'shiq aytib o'tiribdi. Mana ajoyib o'quvchim bor. Malades. Mana tarvuzli yelpig'ichimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Barcha o'quvchilar tarvuzli yelpig'ichni yasadi. O'zbekiston bu yorqin ko'chalar jon O'zbekiston bu bog'u chamani jon O'zbekiston bu go'zal vatani